Hurmatli premium uy kuzatuvchilari, bugun Shaytanat kinosini ko'rgansizda, shundagi Haydar rolini o'ynagan insonni uyiga o'xshash uyga, ya'ni 8 sotikda 12 ta xona, ayvon yo'lakchalaridan tashqari. Birinchi o'rinda doimgidek manzilni tushuntirib o'tib ketay. Andijon viloyati Izboskan tumani Savxozda, ya'ni O'ris qabristondan kirganingizda ikkinchi qatorda. Yo'ldan ikkinchi qator. Bu degani farzandingizga ham yaxshi, o'zingizga ham yaxshi. Shovqin bo'lmaydi. Siz yashash uchun olyapsiz, biznes uchun emas. Shuning uchun uyda sizga yaxshisini ko'rib turganingizdek, bilasizda bu qachon moda bo'lganini. Aynan xuddi shu moda bo'lgan to'liq pishig'ishda solingan uyimizga qani bismillah deb boshladik. Uyimizni to'liq obzorini ko'rish uchun kirayotganingizga sizga rahmat, sababi biz ham siz uchun harakat qilyapmiz. Uzoqdan kela olmasdan ko'ra olmaganlar uchun bu video juda ham manfaatli bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, boloxonasigacha bor. 8 sotik to'rtburchak joy. Menga eng yoqqan tomonlardan biri aynan shu besetkasi bo'ldi. Bu besetkani bir qator remont qilib oladigan bo'lsangiz, shu yerda maza qilib yashaydigan joy ekan. Qishki kunida ham, yozli kunida ham agar o'rab oladigan bo'lsangiz, kirgan odamga ham keling deb Hojibu hoji otani aynan shu yerda dam oldirsangiz bo'ladigan joy. Ko'rib turibsiz, aylanasiga uy 12 xona. Biz ko'rib turganingizdek, bu ochiq ayvonda yoki mana bu koridorlarda unaqa hisob-kitobga olmayapmiz. Aynan mana bu yerdagi bir qator kirib ko'rsatib qo'yaylik. Mana shu koridorlar hisob emas, bu koridor hisob emas. Shundan tashqari bu yerda 3 xona, to'liq pishig'ish. Bu yerda yashamaganiga odamda 10 yil bo'lgan. Shuning uchun remontlar 10 yil oldingi modada saqlanib qolgan. Lekin to'g'ri, rasxoti bor. Rasxot qanday? Yangi remont qilib olish kerak bir qator. Yangi remontdan chiqadigan bo'lsa, uyimiz shunaqangi ideal uylardan bo'ladiki, sababi 12 ta xona ya. Agar mabodo 3 ta xo'jalik bo'ladigan bo'lsa ham bemalol yashash imkoniyatiga egasiz. Endi sizga tashqi joylarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Boloxonamizni ko'rsatdik. Undan tashqari ikkita sanuzel. Uyimda tandir yo'q deb diqqat olishga ham keragi yo'q. Uyingizda tandiringiz ham bo'ladi. Men sizga vaqtingizni olsam ham birma-bir ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yerda mana ko'rib turibsiz, yana bitta ochiq ayvonimiz bor. Bu ochiq so'ridan tashqari. Xonalarimiz zo'r planirovka qilingan ekan. Buni ham bir qator ko'rsatib o'tasiz. Mana aynan shu hollarda hisobga olinmayapti. Bu yerda mana yana bitta xonamiz bor. Bu yerda seyflar bor. Seyflarni ko'rib turibsiz, katta. Seyflarni kattaligidan bilsangiz bo'ladi. Bu normal odamlarda uyi bo'lgan. Sababi u paytda 12 ta xonani qurish ham o'zi oson ish bo'lmagan. Bu yerda mana ko'rib turibsiz, yana bitta kichkina holimiz bor. Bu yerda yana bitta uyimiz, mana ko'rib turganingizdek. Undan tashqari planirovkani qarang. Aynan hozirgi kunda ham unaqa narsa yo'q. Bu yerdan tushyapmiz. Yana tashqariga chiqyapmiz, ko'rib turganingizdek. Bu yerda bitta katta xonamiz bor ekanki, buni endi o'zlariga hozir chiqib ketadigan holatda ichki narsalarni qo'yib turishgan ekan. Juda ham katta. Endi ko'rib turganingizdek, yo'laklarimizni ko'ryapsiz. Agar mabodo hozirgi kunda zamonaviy usulda akfa bilan o'raladigan bo'lsa, bu yer koridor sifatida juda ham manfaatli va foydali bo'ladi. Mana bu yerda yana bitta xonamiz alohida. Undan tashqari u yana o'ng tomonga o'tib ketish imkoniyatiga ega. Eng qiziq tomonlardan biri, sizga bir narsani ko'rsatib o'taman. U yerda ham ikkita xona mavjud. Endi bu yerga keladigan bo'lsak, to'g'ri, remontlarni ozgina yangilash kerak, lekin qarang. Qozon o'choq bu yerda. Undan tashqari parovoy otopleniyani aynan o'sha paytdagi parovoy otopleniyalar mustahkam hamma holatlarga to'g'rilangan. Kamiga bu yerda tandirimiz ham bor. Hozirda o'zida ham bu yerda vozdux sistemasi borligi uchun havo tortib turibdi. Zeleniy zonasi bor. Undan tashqari bu yerda mana oshxonamiz bor. Qarang, oshxonani yonida ham yana bitta qo'shimcha xona. Yana bitta xona, parovoy otopleniyalar qilingan. Bu yerda yangi va eski parovoy otopleniyalarimiizgacha bor. Undan tashqari mana bu yerda oshxona qilib ishlatishgan. Buni pastki qismida podval ham bor ekan. Bu yer ovqatlanib, aynan menga yoqqan tomoni qani, bu yerda kuydirib pishirini qilib, ovqatlarini, yog'lama narsalarni aynan shu yerda o'zida tugatsa bo'ladi. Endi bu yog'iga chiqamiz. Hammom hojatxonasini menimcha ko'rsatish shart emas, remontiga aynan borish kerak. Bu oxirida hammom hojatxona, ikkitadan sanuzelimiz bor. Undan tashqari yana saunaga moslab supalarni qilib qo'yishgan. Ko'rib turganingizdek, bu yerda zeleniy zonasi bor. Menga yoqqan tomonlardan biri baribir katta xonadon, katta hovli. Bu nima ekan deganlarga bu yerda yama bo'lgan. Undan tashqari
Agarodimiz bo'lgan ekan. Shuni hisobiga o'zlari yashamagandan keyin yomg'ir suvi to'planadimi? To'planadi. Albatta shu yerda shunday holat bo'lgan. Lekin uni siz remont qilganingizda remontda nima deydi, qoldiqlari bor-ku, shuni o'zi bilan ham yopilib ketadi. Aynan xuddi shunday xonadonni ko'rib turganingizdek go'zal. Nimasi go'zal? Hamma yo'q bardak-ku deyishingiz mumkin. Bardak bo'ladi. Siz uyingizga bir oy qaramang, albatta xuddi shu holatga kelib qolishi mumkin. Lekin bir qator remont qilib, chiroyli qilib, bu yerda ham dushovoy kabinasi bor ekan, kirib ko'rmadik. Umumiy 8 sotik 12 xonadan ziyodroq svet bor, suv bor, yo'lni bo'yiga ikkinchi qatordagi bu xonadonimizni xat hujjati notariusga tayyor. Aynan shu xonadonda sizga narxini eshiting, $64,500 gaplashganmiz. Nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, Andijonda iz bosganidan, safxozidan bemalol uy istayotganlarga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Xuddi shu xonadonda remont qilib olsangiz go'zal bo'ladi. Agar xuni qaytadan quraman deydigan bo'lsangiz, bu imkoniyatga 64,500 8 sotikka gap ochig'i to'g'ri kelmaydi. Barakasiga yana ozroq o'tib beradigan joyi ham bor. Albatta premium obunachilarimizga mabodo siz olmasangiz jo'natib qo'ying. Manfaatli bo'layotganini izohlarda yozib keting. Sababi bitta uyga kelib u uyni to'liq ko'rib chiqish uchun odamni kamida yarim kun vaqt ketadi. Biz sizga 5 daqiqadir, 4 daqiqadir aynan xuddi shu holatda imkon darajasida 95% darajada menimcha sizga holatlarni tushuntirib beryapmiz. Aloqaga chiqing. Bunday uylarda o'tkazib olmaslik uchun Telegram, Instagram, YouTube kanallarimizga obuna bo'ling. Sizga yanada yangiliklar ulashda davom etamiz. Yaqinda yangi loyihalarimiz bor, sizga ma'qul keladigan. Albatta aloqaga chiqing.